Yurtimizdagi mahallalar faoliyatini raqamlashtirishga qaratilgan raqamli mahalla platformasi mana qariyb 1 yildirki respublikamizdagi barcha mahallalarda ishlab kelmoqda. Toshkent shahridagi 585 ta mahallalarning barchasi ushbu tizimdan to'liq foydalanmoqda. Bugun Yashnobod tumaniga qarashli Dilbog' mahalla fuqarolar yig'inida bo'lib, raqamli mahalla platformasi mahalla yettiligi faoliyatini qanchalik osonlashtirayotgani bilan qiziqdik. Faoliyatim davomida doimiy ravishda yozish, chizish, hujjatlarni bir-birimizga almashinuvni olib borib berish, qog'ozda yozib, olib borib, olib kelib tashkilotlar bilan almashinuvni amalga oshirganmiz. 2024-yildan boshlab mahalla tizimiga raqamli mahalla platformasi Unicorn Soft tashkiloti orqali kirgizildi. Mana shu tizimda ishlashni bizga Unicorn Soft tashkiloti xodimlari o'rgatishdi, doim yonimizda bo'lishdi. Shu bilan birga qanaqa qilib sifatli ishlashni to'liq yettiligimga o'rgatib berishdi. Shundan keyin bizda mahallamizda yengilliklar boshlandi. Biz o'zimiz shuni his qildik. Oldin qiyinchiliklar tug'dirardi. Daftarlar ko'pligi bilan bir qatorda shu ma'lumotlarni to'ldirish uchun fuqaroni o'zi bilan birga bizlar muloqot qilishga majbur edik. Fuqarolar hamma narsani ochiq etmagan. O'sha paytlarda bizlar hamma tashkilotlarga murojaat qilishga majbur bo'lganmiz. Yoki borib olishingiz kerak, yoki xat orqali chiqqanmizlar, ular bizga olib kelgan, biz ularga olib borganmizlar. Juda katta qiyinchilik bo'lgan. To'liq ma'lumotga ega bo'la olmaganmiz. Raqamli mahalla platformasi tashkil qilingandan keyin biz shunaqa yengillikni o'zimizga his qildik. Chunki hammamiz bilishimiz kerak ekan, demak bu degan narsani oldimizga maqsad qilib qo'ydik va butun mahallamizdagi har bir fuqarolarni, har bir korxonalarni, mahallamizdagi 5116 ta aholi bo'lsa, shu aholini to'liq kirgizdik raqamli mahalla platformamizga. Yashnobod tumanidagi Dilbog' mahallasida 5116 nafar aholi istiqomat qiladi. Ular haqidagi barcha ma'lumot aniq, to'liq va zamonaviy axborot texnologiyalari asosida yuritilmoqda. Raqamlarda aytadigan bo'lsak, Dilbog' mahallasida bugungi kunda 5116 nafar fuqaro yashayotgan bo'lsa, ulardan 2507 nafari ayollar, 2404 nafarni esa erkaklar tashkil qiladi. Raqamli mahalla platformasi orqali mahallada yashovchi aholining demografik ko'rsatkichlari yagona tizim orqali monitoring qilinadi. Mana shu platformada hozir har bitta fuqaroning barcha ma'lumotlari to'liq kiritilgan. O'sha fuqarolarda rasmiy bandligi, norasmiy bandligi yoki ijara asosida yashayotganligi bizga ham ancha yengillik bo'ldi. Hokim yordamchilariga ham oldinlari o'sha fuqarolarimizni o'zini ham qog'ozbozlik, boshqa tashkilotlarga bor ma'lumotini olib ovoragarchiliklar bo'lardi. Hozir elektron platforma orqali barcha ma'lumotlar chiqib keladi. Ham fuqarolarga, ham mahalla tizimidagi xodimlarga ancha yengillik bo'ldi. Demak, biz raqamli mahalla tizimi faoliyati va uning mukammalligi haqida hikoya qilishda davom etamiz. Demak, hozir yonimizda Dilbog' mahallasi xotin-qizlar faoli Hilolaxon yonimizdalar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bilasizmi, mana shu raqamli mahalla shu tizimini joriy qilinishidan oldin xotin-qizlar bo'limi qanaqa faoliyat yuritardi? Hozir qanaqa faoliyat yurityapti? Oldin xotin-qizlar bo'limida ham o'zimizning ham platformamiz bor edi. Unda faqat xotin-qizlarning o'zini ma'lumotlari bor edi. 0 yoshdan 100 yoshgacha bo'lgan. Hozir mahalla tizimidagi platformada bizga qulayliklari ko'proq bo'ldi. Unda hamma bitta oilani ochsangiz, hamma oila to'g'risida ma'lumotlar bor. Ularning ish darajasi, ishsizligi, ishlaydi, keyin yana nogironligi borlar. Keyin mana hozirgi anaqada platformamizda yangicha anaqasi chiqdi. Kim qaysi oiladan sudga ariza bergan bo'lsa, biz to'g'ridan-to'g'ri platforma orqali o'shani bilib olishimiz mumkin. O'sha sudga ariza berganmiz, zagsgami kim ajrashmoqchi bo'lyapti, platformamizni ochsak, mahalla platformasini, u platformada ko'rinib turibdi. U oilalar bilan biz voqliroq ham ishlashga bizga imkoniyat yaxshi yaratildi-da. Raqamli mahalla platformasi mahallamizga joriy qilingandan keyin boshqa platformalar bilan integratsiya qilinganda bizga juda ham qulayliklar ko'p bo'ldi. Misol uchun bitta xonadonga kirib xonadonni ochsak platformada, u to'g'risida hamma xonadon to'g'risida hamma ma'lumotlar bor. Yana bitta xonadonga kelin keldi, oldin biz uy boshilardan so'rab ularni aniqlardik. Kim nima bo'ldi?
hozirgi platformamizda bitta xonadonga kelin keldi, uni ro'yxatga olishdi. Bizning platformamizda shundoq ko'rinib turadi. 2025-yilda ishga tushirilgan yangi 7 ta modul orqali platforma yanada samarali faoliyat ko'rsatmoqda. Natijada esa mahallalar ish faoliyati to'liq shaffoflashib, nazorat kuchaydi. Mana shu mahalla platformasi tizimiga birgina men yoshlar yo'nalishi bo'yicha kiradigan bo'lsam, 14-30 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz tashkil etiladi. Har bittasini ma'lumoti joylangan, har bittasini qayerda o'qishi, qayerga chiqib ketgani, chet elga, har bitta profilaktika nazoratida turganlarning har bittasi o'sha mahalla platformasida tashkil etilgan. Birgina mahalla tizimida hal qilinishi lozim bo'lgan masalalar talaygina. Ularning barchasi avval mahallada, keyin esa bosqichma-bosqich tegishli tashkilotlar kesimida hal bo'ladi. Asosiysi bularning barchasi yagona platforma orqali monitoring qilib boriladi. Bu esa mehnat samaradorligining oshishiga xizmat qilmoqda. Chunki tartib bor ekan, ishda ham unum, ham natija o'z aksini topadi.